Olding pulni? Yo'q. Nimaga? Bu xotirasini yo'qotib qo'yibdi, ishlardan eslolmayapti. Tavba qil, nima klientlar oxirgi payt shunaqa bo'lib ketyapti, ish qildirishga qildirib oladi ekan, xotirasini yo'qotib pul bergisi kelmaydi. Qochib tur o'zim gaplashaman. O'zi gaplashasiz Hech kerak. narsani eplolmas ekansan. Kecha tomdan yiqilib borib, hech narsani eslolmayapman bolalar. Kim edinglar? Nima dedim men? Ishonmaysiz. Biz Metal Mart kompaniyasidanmiz. Mana Nerjava ekanlik, mana ishlarni qildik, bugun ertalab keldik. Esla olasizmi? Men qildirdim buni o'zim. Buningni xotirasi ketibdi desang, buningni tomi ham ketibdi-yu. Qancha bo'lgan tom ketganiga? Uni eslaysiz, lekin mana soqqali joylarini eslolmaysiz-a? Eslolmayapman, nima qilay? Hozir, xo'p, mana shuni biz qildik, biz qo'ydirdik, siz qo'ydirdingiz shuni uyingizga. Xo'p, nimaga qildirdim shuni? Nima zarur menga bu qo'llar? Qarang aka. Birinchidan aka qarang juda ham chiroyli chiqqan. Ikkinchidan bolajonlar yurganda xavfsiz. Uchinchidan Metal Mart eng sifatlisi. Shuning uchun o'rnatdingiz. Shunga o'rnatdim xolosmi? Yo'q, ana o'zingiz ham shoshib turgan paytda ustidan vup et sakrab o'tsangiz ham ko'taradi rosa pishiq. Bitta shunga o'rnatmagandirman, Eng asosiysi Metal Mart kompaniyasida 10 yillik bunga garantiya bor. Yana 1 yillik servis xizmatlarimiz bepul. Assalomu alaykum. Metal Mart kompaniyasidan servis xizmatiga chaqiruvdinglarmi? 10 yillik garantiyasi bo'lsa, 1 yillik xizmati nima keragi bor? Erkak kishiga kerakda 1 yillik xizmat. Xizmat qilmagan erkakmi? Men ham o'zim mana xizmat qilganman 1 yillikda. Qayerda xizmat qilgansiz? Termizda, chegarada. Men ham Termizda xizmat qilganman. Qanchasi? Yo'q, mana eslayapsiz hamma narsani. Uni eslayapman. Buni nimaga qildirdim? Shuni eslolmayapman. Yomon ekansiz aka. Rosa paytida chapga borib ekan, yuring tushuntiraman. Xo'p, shunda nimaga o'rnatdim buni? Aka qarang, yigit kishining boshida har xil holat bo'ladi. Ana shu paytda bu suyanchiq his bo'ladi. Qanaqa holat misol uchun? Endi yigit kishining boshida har xil holat bo'ladi, shu paytda suyanchiq his bo'ladi, deyapman. Ana. Biz uyda bunaqa holat bo'lmaydi, usta. Ya endi sizda bo'lmasa, mehmonlarda, qo'ni qo'shnilarda bo'lib, oshiryapman seni. Nima qilayman, pulni olishda harakatini qilyapman-da. Tasavvur qiling, uyingizda svet yo'q. Oyna ham yo'q. Tez soqolingizni olib ishga borishingiz kerak. Shunaqa paytda soqolingizni qanaqa olasiz? Qanaqa olasiz? Soqolda qasding bormidi? Ko'ribsan sen yor ostidan. Qorbela. Bitta soqol olganni o'rnatibman-da. Erja g'alati odam ekansiz. Aka, yaxshilab eshiting meni. Tasavvur qiling, tomda antennani to'g'rilayapti. Shu payt oyog'ingiz sirg'anib ketdi-da, dumalab peringlar ustiga qars etib tushdingiz. Siz ikkiga bo'linib ketishingiz mumkin, lekin mana peringlarga hech narsa qilmaydi. Endi oshirib yubordingiz. Shuni qilib bersangiz ishonaman lekin usta. Ishonasizmi? Shogird bola, ishontiring. Pul olaman deb o'lib ketmasam bo'ldi. Monetingiz bilan tushing. Kimsiz siz? Siz o'zingiz kimsiz? Men o'zim uyimdaman, siz kimsiz? Qayerdan siz uyingizda olasiz? Bu mening ishxonam bo'ladi. Qayerda ishxona? Mening uyim bu. Bitta dardim ikkita qilib oldimmi? Kerak emasam pulim. Ketdi usting. Yomon qattiq odam ekan. Ha endi tog'a ancha-muncha narsaga ishonmaydi-da ustam. Yomon qilmadingmi? Omajicha o'rayapti. O'zingdan kalla bilan tashlading-da, bitta peringlarni. Ancha-muncha narsaga ishonmaydi ustam. Ha, bo'pti, menga qara. So'rtay qildirish kerak. Bormaylar. Kimsiz siz? Qaytmaydigan degan u.